Nozi? Nozi salom. Men Anima. Nozi. Iltimos, hammasi uchun kechir. Hamma ustingdan kulganlarim uchun. Hammasi uchun kechir, iltimos Nozike. Nozike, juda ham keraksan, iltimos Nozi. Bitta narsa sodir bo'ldi, bu kelmasang bo'lmaydi, iltimos. Nima desang, hamma narsani qilib beraman. Men puling bo'laman kerak bo'lsa, faqat kelmasang bo'lmaydi, iltimos. Juda keraksan, Nozi. Hech ko'rganmisizlar o'zbek kino shunaqa kadrlardan boshlanganini? Menimcha yo'q. Ushbu holatdan kelib chiqqan holda balki televizor oldidagi qimmatbaho tomoshabinlarimiz ko'zi va qulog'i o'rgangan qadrdon negadir milliy deb atalgan tirilgan fohisha kelin, maniyak qaynona, zo'rlangan qaynotaning ruhi kabi o'ta chuqur ma'noli serialga olib borishligi mumkin. Bemalol, yoqimli tomosha. Chunki bizning namoyish etiladigan filmimiz voyaga yetgan va tuxumi temirdan bo'lgan antiqa tomoshabinlar uchun. Alo. Nima? Kelinglar bir boshdan boshlaymiz. Точный to'g'ri qaror qabul qilolmadi qo'ydisan. Tuvalik. Ismim Sarvar. Hayotdan nolisam erkak bo'lmasam kerak. Menda hammasi zo'r, pulim bor, sog'lomman. Do'stlarim orasida eng simpatishnisi o'zim bo'laman. Yaqinlarim yonimda va eng asosiysi hali uylanmagan. Adam aytganlaridek, baxt nimaligini uylanganingda bilasan, lekin kech bo'ladi. Bu meni hayot ixtiyorim. Ammo farzandga muhabbat insonda shunchalik kuchli bo'lar ekanki, uni hamma tilaklarini ijobat qilishga o'zingizni ayamas ekansiz. Farzandga muhabbat shu darajada kuchli bo'lar ekanki, uni tilaklarini amalga oshirish uchun o'zingizni ayamas ekansiz. Nima? Sarvar gapingizga tushib ketdi. Men bir necha oydan beri bir narsani e'lon qilmoqchiman. Bu narsani sizdan boshqa hamma biladi. Nilu, ishdan bo'shatib yuborishdi, ko'rding-ku o'zing. Sal vaqt ber, pul yig'aman. Olib beraman o'sha stek. Shunaqa ham tuppoy odam bo'ladimi? Mani ro'molchammi? Podzemkada olgandim. Olim. Menimcha biz qilayotgan ishimiz umuman noto'g'ri. Farzandga bo'lgan muhabbat shunchalik kuchli bo'lar ekanki, uni tilaklarini bajo keltirish uchun odam o'zini umuman ayamas ekan. Ha? Farzandga muhabbat shunchalik kuchli bo'lar ekanki, uni tilaklarini bajo keltirish uchun odam o'zini umuman ayamas ekan. Dalban. Shunaqa ham tuppoy sitati bo'ladimi? Uzr, ozgina boshqa mavzuga ketib qoldim. Endi har holda biz siz bilan hamkasbmiz-ku. O'shanga ham ozgina siqilib qoldim, to'g'risini aytsam. Nimaga deysizmi? Olamni tomi ketyapti.
chiroy bo'yicha dunyoda tengi yo'q ayolini tashlab sinfdoshimizga uylanmoqchi. Sinfdoshimizdan ko'rinishini ko'rsangiz, butun umrga shunaqa bashar bilan qolib ketasiz, to'g'risi. Sarvara tomi ketyapti. Qanaqadir bolachani farzandimni boqib yurdi hech narsani aniqlashtirmasdan. Jasur bo'lsa, Jasur prosto lo'q. O'shanga emasgina depressiyaga tushib qoldim, tushunyapsizmi? Eng alam qiladigan narsa ularning hayoti bir balo bo'lib yotibdi-da, depressiyadanman. Yoki men dunyoda eng oqibat kuchli haqiqiy o'rtoqman. Yoki men ham debilman. Ha? Будете в гостях, станцуем буги на костях, поговорим о глупостях, как два цветочка, а пусть врут в вечерних новостях, растаял в жарких нежностях, танцуя буги на костях. Menimcha kimdir yetishmayapti. Sen hazillashib gapiryapsan kesatib yoki jiddiy gapiryapsan hozir? Mani oyim jiddiy tuqqanlar. Manachi butun umr bitta savol qiynayapti desam bo'ladi. Vot san qanaqa qilib birinchi bo'lib yetib borgansan? Tushunmadim. Yosh edimda o'shanda. Onasini yemsan. Qo'rqitib yubordi. Ishlaymi? Ne unaqa? Nima bo'lgan menga? Tushuntiribroq gapir, besonaqay. Kir Feruzbek. Uyalma. Jasurman. Jasur. Menga desa nazokat bo'lmaysanmi? Nazokat kotibingiz-ku. Uni ismi nazokatida. Tushunarli. Yaqinroq kelib o'tir. Senga juda zo'r yangiligim bor. Seni o'zimga o'rinbosar qilib tayyorlamoqchiman. Sekin-sekin oyoqqa turib ketasan, yaxshi yashaysan. Zo'rmi? Ayyo. Men bilaman, sal bo'shroq bolaligimni, lekin o'tgan galgisi yetarli. Shunda menga yo'q deyapsan, to'g'rimi? Yo, men sizga ishonmayman, xafa bo'lmang. Unda ishdan bo'shading. Nega? Menga ishonmaydigan odam bilan qanday ishlayman? Yoki men seni yaxshi bilmaymanmi? Balki sen mashayniksan, balki o'g'ridirsan. O'g'ri? Men umrimda biror narsasini olmaganman. Men olimman dadam, kandidat nauk. Qanaqasiga olim o'g'li bir nimadir o'g'ri. Nazokatni markericha. Marker? Men uni sizni bitta masalangizni hal qilish uchun so'raganman. SMS ham yozib yuborganman unga. Ishxonada bo'lmagan u. Kechasi 3dami? Kechasi 3da ishxonada nima bor? O'g'irlikdan boshqa. Sizni shaxsiy uyingiz loyihasini qilganman o'shanda. Tekinga yana 2 kun muhlat bergansiz o'zingiz. Bu narsani hammasi 4 yil oldingi gap. Xudo ko'rib turibdi, aldamayapman. Luboydan so'ra, hamma meni taniydi. Sen so'ragin, кто такой Taqi Tigr. Senga hamma tushuntirib qo'yadi kimligimni. Boshlandi. Короче, yaxshilikcha arizangni yoz. Markerni o'g'irlaganingga ham ko'zimni yumaman. Faxriddin Sharovich, men keldim. Kim bu? Bu meni yangi ismim. Shunda главный konstruktori SMMchiga almashtirib yuboryapsiz. Ha? Chunki bizga endi kerak emas. Главный konstruktor. motherfucker. Bu nima degan? Искусственный интеллект. Короче, давай sur. Shoshma. Chirchiqdan 2ta proyekt bor edi. O'shalarni tugatib keyin ketaverishing mumkin. Damingizni oling, xo'p.
mana bu i qilib bersin loyihangizni. Mana bu ves ishxonangiz, mana bu xezilisimi, eshshaysimi, mana bu SMMchigingiz bilan hammasini birga ko'tingizga tiqib oling, xo'p? Qoyil. Rostdan shunaqa dedingmi? Endi jamchalik emas. Faqat chirchudi proyekti qilib keyin ketdim demagin. Bolajonim, men hozir ishlayapman. Xo'pmi? Agar zarur gaping bo'lsa, keyinroq davom ettiramiz, xo'p? Judayam zarur. Nima? Mani qizlarga olib bor. A? Ey, sen hali yosh bolasan. Kim o'rgatdi senga bunaqa narsalarni? O'zing yosh bolasan, xonmi? Tushunmadim. Oting bilan nima unaqa gaplashyapsan? Otamisan? Otalik burchingni bajarib qo'y. Nima? Tushunmadim. Sen man Hammasi endi boshlanadi. Nechtasini oldiga ish so'rab bordim. Hech kim qabul qilmayapti. Yo'masam yomon mutaxassis emasman, o'rtoq. Yo, to'g'ri, endi diplomim yo'q, zampaytda o'qishga bepul kirish sal fantastika edi. Yo, nimaga rostdan? Nima omadim kelmaydi? Nimaga? Yo, men dunyodagi eng isqirt fohisha bilan yotganman. Men tushundim. Ha? Tushundim. Oramizda sarvar yo'q. Menimcha uyda yo'q. Ilyoskalari kelmayapti. Go'yoki yolg'izlik meni yana jazolar. Biroz ezildi. Aloqalar uzildi. Iyice. Yolg'izligim sezildi. Afsuski bu yurak bugun biroz ezildi. Aloqalar uzildi. İçmaganmi, chaymaganmi bu? O'rtoq, Sarvar. Men birinchi marta ko'rishim bu ahvoldaman. Men tushunmadim. Kimsanlar? Kimsanlarni botga taklif qildi, ha? Yo sanlar tushunmayapsanlarmi qatga kelganlaringni? Men tushunmayapman. Sanlar tushunmayapsanlarmi o'zlaringga katta muammo olganlaringni? Men baxaman, tushunmayapsanlarmi? Men bilan o'ynashib bo'lmaydi. Meni qo'llarim va kuchim sanlarni umrbod azoblashga yetadi, xo'pmi? haligi yo'q, haligi anaqa Men Frodo bizga ugrejat qo'yadi. Sanamcha Kirkorovmassan, xonmi?
Safiya Po'latovna srochniy bemor olib kelishdi. Appenditmush. Safiya Po'latovna. Opa hozir o'lib qoladi, tushunyapsizmi? Срочно bo'lsa o'zing qor. Ha? Opa, men просто praktikantman-u. Biz senga ishonamiz. Alo, Gipokratchi. Hipokratdan ishonadi. iltimos mo'minatga adajon Nima serial? Zo'rlangan qaynotaning ruhi. mo'minatga Iflos salom. Gapir. Iltimos, hammasi uchun kechir. Hamma ustingdan kulganlarim uchun. Hammasi uchun kechir, iltimos Nozika. Nozika, judayam keraksan, iltimos Nozik. Bitta narsa sodir bo'ldi, bu ikkinchisi bo'lmaydi, iltimos. Nima desak hammasini qilib beraman. Olimamiz bilan. Adres. O'rtoqlar, men yaxshiman. O'zimdan hammasi chotki. O'g'lim Bahodir qaralari afzalligini. Adashmasam, bolam sarlarga surishib yurdi. Ketinglar valla. Iltimos. Sarvar. Nima qilsang o'rtoq? Ha? Nima bo'ldi? Nima qildi adangga? Surlaring botda. Mana shu bola menga yoqmayapti. Sen sochingni xo'l. Hozir. Menga qara, chuvalching. Paykana chuvalching. Sen qatta ko'rgansan, uzun chuvalching-a? Frodo yaxshiroq. Bashiring yirtib qo'yma hozir. Valla. Urishmaylar. Nima bo'pti bunga? Hozir. Menga qara, dalban. Men asabimga tegmagin, tushundingmi? Luboy tupoy ham tushunadi yosh bola emasligini. O'shaning uchun tez et nima bo'pti? Birinchidan, sen meni sallama. Chumo, otang tengi bo'laman. Ikkinchidan, men hech qanaqa haliga Qidirgan odam har doim topadi. Nimani? Topaman dedim-ku, topdim. Nima? Anaqa. Gapirgan. Gapirishga berasanlarmi yo'qmi? Sarvar adasi telefon qilyapti menimcha. Bu yaxshi ham etdingiz, o'qishni bilmaymiz. Omillik. Vashshi qo'rqinchli adas. Taniysan? Ha, bir marta gaplashgandim. Eshitdim. Seryozni mujik. Olmaganimiz yaxshi. Ey, bo'q yeganlar! Nega javob bermayapsanlar? Nimalar qilib qo'ydilar, yag'moqlar? Assalomu alaykum Hamza aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi uychilar? You mecha kekine galvars. Ha. Hey, Achkarik. Hisob raqam nima bo'ldi? Ama shuni Gapir, kim qildi bu ishni? Sarvar hisobidan, adasini hisobidan, butun oilaviy hisobdan pul yechilgan. Bir so'm puli yo'q, u gadoy hozir. Yirtaman sukalar. Tak, tinchlanamiz, asabiylashish yo'q. Yuvosh. Ana endi давайте по порядку. San, challa pianist. Tinchlantiruvchi biror narsa chalib tur. Nabay? Ikkinchi jahon urushida nemislarning oldida chalganing. Ha, lekin rostdan o'xshaydi lekin bor. Qo'shilaman. Qayerdadir, qaysidir joyi o'xshaydi. Haligi oti nima edi? Adrian Brody. Da, точно. Ha, rostdan o'xshaysan lekin bor. Oy. Qayerdan keldi men bu Frodo? Aytdim Frodo deb. Sen talbanam Kirkorovmassan. Pash. Olim? Sanla kimsanla o'zi vafshi? Qayerda o'g'lim Sarvar? Men shu yerdaman-da. Bolam. Nima bo'ldi senga? Hamma zo'r. Qarang. O'g'ilchalik bo'ldi. O'g'lim. Bolam. Sen dalboqmisan? Nima qildilaring meni o'g'lim bilan? Biz qilmadik Hamza aka, men bu kichkina odamcha qildi. Cho'rt. Nima? Men qanaqasiga kichkina bo'laman?
Otang tengi manu. Jasur. Nima deding? Jasur. Nima? Agar yoshing otam qatori bo'lmaganda edi. Jasur. Kichkina Frodo bo'lmaganingda edi. Pakana. Jasur bo'ldi. Mening qo'limdagi fen to'pponcha bo'lib qolganda men seni o'zim voy. Uyatchan iboli qahramonim, chapdast qochib qolding. Isnoddan tayin. Men esa alaqlab bo'lib sharmsor borardim. Xaloyiq turar beparvo. O'shandoq sharmsor, o'shandoq abgor, o'shandoq roldaman. Bir o'zim tanho. Dur. Ali, tinchlan. Harakat qilma. Puls yo'q. Nafasi ham yo'q. Menimcha-chi? Menimcha. Balki adashayotgandirman, lekin Nima? u o'ldi shekilli. Oğlum, Ha? sen kosmический долбоебsan. Unaqa dema. Nima qilamiz? To'y qilamiz. Nima? Ha? Nima? Menga turmushga chiq. Nima deding? Menga qirlaring. Tabriklayman, lekin janozani o'tkazib olaylik birinchi. Uverenisan? Hech qachon o'zimda bunaqa uvereniy bo'lmaganman. Iltimos o'zi shundoq ham ko'ynimangni o'tdi. Men ustiga qusaveraman hozir. Bo'ldi qillaring. Sizdan sal keyinroq qoldiraylikmi? Bitta o'lib yotibdi odam. Sarvar tomib ketib qolgan. Citroen Mio Capadastra Maderetti. So. Kakamashi. Bola! Rozi bo'l. Nima qilamiz? Militsiya chaqirish kerak. Militsiya chaqirsak, hammamizni qamashadi. Birinchi bo'lib seni Jasur. Bo'ldi, bola, boraveringlar bo'lmasa sizlar. Men o'zim javob beraman. Aybni o'zim bo'ynimga olaman. Men qildimmi? Men javob beraman. Qayerga ketyapsizlar? Rostdan ketyapsizlarmi? Magazinga. Magazinga. Nima olasizlar magazindan? Sigaret. Nos. Raka choy, tinchlantiruvchi. Aldamayapsizlarmi? Yo'q. Senga bu narsa kerak? Ha. Ikkita uchta tuxum olib olinglar qaytgancha. Bo'ldi. Olamiz o'rta senga ayniqsa senga tuxum kerak. Kelganinglarda chaqiramiz, militsiya. Ha. Kut. Kelamiz hozir.
Ha o'rtoqlar, shunaqasi ham bo'lar ekan. Har xil vaziyatda do'stlaring har xil yangiliklar bilan senga syurprizlar qilar ekan. Ana oqibat. Lekin sizlar xulosa chiqarishga shoshmanglar. Ketib qolgan qahramonlarimiz bunchalik ko'p emas, prosta sal ko'proq. Lekin meni haqiqiy do'stim bu jasur. Hech bo'lmasa bir kechaga do'stlarimning vijdoni qiynalishini o'zi ham bir baxt. Shu bilan hamma shaxsiy xavfsizligi va qulayligini o'ylab, o'z yo'li bilan tarqalishdi. Allo. Pakash qatgadir yo'q bo'lib qoldi. Sarvar uyida edi, telefoni ham o'chiq. Men hazil qiladigan ahvolda emasman, o'ynashmaman bilan. Dori qayerdaligini faqat Pakash bilardi. Jodu esa aytmaydi kimda borligini. Nima qilaman endi? Allo. Allo. Mol, nimaga aloqaga chiqmayapsan? O'rtoqlari kvartirada. Bilasan-ku men kira olmayman. Sen bor-ku-san. Sen kichkina tabib emas, kichkina alkashsan. Agar bu videoni kimdir ko'rayotgan bo'lsa, endi men yo'qman o'rtoqlar. Nilu, jonginam. Bilaman senga ko'p narsa qilib bera olmadim. Lekin bilgin doim seni sevganman. Doim yaxshi ko'rganman. Dada, oyi. Sizlar xohlagandek o'g'il bo'la olmadim. Mendan rozi bo'linglar. Fahrin aka, men doim havas qilganman sizga. Menimcha ishdan haydab to'g'ri qildingiz. Men yuzingizni ko'p yerga qaratdim. Siz haqiqiy legendasiz. Sevib ketibsan-ku. O'zgarmabsan. Bashiringizga nima qildi? Bilmaganing yaxshi. Xatlarimni oldingmi? Hammasini, 58 tasini. Bo'ldi, ko'z yoshlaringni art. Oyim ko'rmasin. Nima? Анвар, на сегодня остался один пациент. Еще раз хорошо. Натерпите и домой. Gapirni eshitaman. Bu dunyoda точно nimadir не to bo'lyapti. Siz Ha, o'sha. Paqini kotibasiman. urgan keldingizmi? Agar psixolog sizligingizni bilganimda, qattiqroq bu narsa olgan bo'lardim. Anvar. Nazokat.
Kofe? Ha. Yaxshi bo'lardi. Ketdingmi? O'g'lim, Qalay bo'ldi kurortlar? So'ramay uni. Sizlarni sog'indim. biz ham sog'indik. Faqat qarib ketibsizlar. Ovqatingni ye. Tomog'imdan ovqat o'tmaydi oyi. Nima qilyapsan o'g'lim? Chunki men do'stlarim sotishdi. Anvar olim va nozik. Faqat qiyomatli do'stim Sarvar men bilan edi. Yuragim parchalanib ketdi. Parcha bo'lib ketdi. Qalbim tilka pora bo'lib ketdi. Tilka pora. Boyingizga nima qildi? Kalta edi. Nima bo'lardi? Hech bo'lmasam, kelinimiz oldida meni sizlang. Yaxshiyam bo'yin bitta ikkita emas. Bo'lmasam o'zing bilarding nima bo'lishini. Firshtayn. Si, Hop. Olimda nima yengilliklar? 9 oydan beri yengil bo'lib yotibdi. Просто sizni bo'lmag'ir ish slishkam ko'p. Yumasa ko'zi ko'r odamga ham ko'rilgan bo'lardi o'sha. Bo'ldi. Mahmaq qilma, nima bo'ldi o'zi? Yaxshilab qara, latta. Sen nima men qamoqda chirayotgan paytimda kimlar bilan o'ynashib yuribsan, iflos? Bo'ldi, asalim, asabiylashmay kukulkam. Men tekshirtiraman buni, sen aldamiysan nima? Nima yenga otdi, hop? Steak, suka. Hop. Boraman restoranga. Men qamoqda kutubxonada ishladim. Men choy qoshiq bilan devor qaziganman. Restoranli fignya. Dalbam. Ha? Nozi, u yerimda emasan? Shuncha yil azob chekdim. Erim xiyonatlariga chidab keldim. Mana ozgina baxtli bo'ling. Nishasni bo'lib yuraveramanmi? Ha? Tinchlikmi? Havasim kelib. Safiya opa, o'zi xijolat bilan bog'lanman. Siz undan battar qilasiz. Havasiz bilan. Какая вы красивая! Какая вы красивая! Вы такая красивая! Ай. Я так рада. Пойдемте, мы вас ждали. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Проходите. Присаживайтесь. Nozik, hayron bo'lma. Kitob yozayotgandim. Oxirga yetib qoldim, shunga ushlanib qoldim. Tanish. Bular seni kundoshlaring. Kursdoshlarim? Kundosh. Men Nozi. Salom, Nozi. Sen ham so'rasang bo'lardi befarosat. Olim.
Nimaga menga aytmading? Hozir bular seni restoranga olib borishadi. O'sha yerda hammasini bafurja oila davrasida gaplashib olamiz. Kechirasan Nozik, senga xalasim kelmayapti. Sho'rlatmasdan ich. O'zing molga o'xshab sho'rlatossan-ku? Suv iflos. Begim. Yana nima buyurasiz? Yana bitta et. Begim. Mazza. Siz xursand bo'lsangiz, men baxtliman. Unda meni yana bir marta xursand qilgin. Buyuring. Bu joyda qora kunga yashirib qo'ygan pullaring yo'qmi? Siz bilan hamma kunlarim oppoq. Savolimga javob ber. Bor albatta. Yaxshi. Unda birorta restoranga olib borib qornimni to'yg'izmaysanmi? Bosh ustiga. Ha, umrayib o'tiribsan. Kayfiyating yo'qmi? Normalniy kayfiyatim. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Norik. Nima buyurasizlar? Hozircha kofeni o'zi yetadi. Xolasizlar to'polonchilarning ichimligi bor. Ichmayman. Hayotimda bir marta ham ichmaganman. Yaxshi. Kerak bo'lsam chaqirasizlar. Yo'q, men o'zim sezib kelaman. Tak. Dangalan aytaman. Ortiqcha hoji kursinlarsiz. Men sezdim. Nima buyuramiz? Kerak bo'lsangiz chaqiramiz. Xo'p. Seni o'shanda ishxonamda birinchi marta ko'rganimda sen o'shanda bilmayman, ichimda g'alati. Sezdim. Xo'sh, endi nima buyuramiz? Vino, konyak, viski. Menga qara, o turshi. Sendagi farosatsiz kezimga shunday kunimni barot qilishga yo'l qo'ymayman. Yana bir marta gapimiz bo'lib xalaqit qiladigan bo'lsang, mana shu qo'llarim bilan pochkalaringni sug'urib olib, og'zingga tiqib qo'yaman, tushundingmi? Viski. Тройной. Yirtaman hali shoshmay turlaring, sukalar. Paqingni qo'ldan chidan beri ishlaysan? U paq emas. Yesicho, tog'am bo'ladilar. Tog'ang. Hatto sen ismingni bilmaydi-yu. Nima bo'pti? O'zidan boshqa hech kim ismini bilmaydi. Adasinikin hammi. Ayniqsa adasinikini. Shunaqa iflos odam bo'ladimi? Ifloslama, ha? Tog'am mani bo'ladi. Baribir iflos. Xo'p, mayli. Sana nimadir bezovta qilyapti. Yaqinda bitta narsa sodir bo'ldi. Yaxshi ish bo'lmadi shunga ham. Sezilib turibdi. O'rtoqlaring ko'rinmaydi yoki ular bilan bog'liqmi?
Asallarim. Voy. Qachondan mana asalim deydigan bo'lib qoldingiz? Man doim shunaqa deganman san. San prosta esingda yo'q. Oradan ancha vaqt o'tdi-yu. O'shaning uchun unutib yuborgandirsan-da, ukam. Man san ukang emasman. Nima menga nafas o'qishni boshlayapsan? Psixichkalarni boshini qotirish gaypi boshqacha bo'ladi. Psixichka bo'lib qolish bu holatda hech gap emas. Nozi, bularning hammasi meni xotinlarim. Lekin men baribir seni yaxshi ko'raman. Faqat meni yaxshi ko'rasan-a? Jarangdor sukunatdan saqlangan holda mutolaamning mazmuni mohiyati shundaki, har bir so'zim sizni qalbingizga shirin ohang oldi. Lek boshqalar uchun bu qanday qabohat. Nima deyapsiz? Qamon tilini tushunishga hali yoshlik qilasan-da, rosta. Yosh bola emasman-u, niye doldiryapsan? Birorta gaping bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Hamma o'rtoqlarim mashsalda. Hammasi shu yerdami? Hammasi shu yerda. Hammasi. Hammasi shu yerda ekan. Gaplashmayapsizmi? Yo'q. O'sha kundan beri Nima bo'ldi o'zi? Shu siz meni issiq sovuq qilib boshimni aylantiruvdingiz-ku, hamma pullarimni o'g'irlab ketib. O'sha kun hammamiz tarqalib ketdik. Nima? Ha, doringiz qolmadimi? Yengilab beraymi? Anchadan beri aytolmay xijolat bo'lib turgandim. Shuncha vaqtda. Shuncha umr. Shuncha azob. Shuncha xotin. Agar yo'q desang, men xafa bo'lmayman. agar yo'q desang, men xafa bo'lmayman. Jiddiy gapiryapsan? Jiddiy gapiryapman. 10 yil seni o'ylab yashadim. 10 yil? 10 yil. 3 kun. 3 kun? 3 kun. 3 kun? Nima shunda qilsiz? Dalbam. Lapashi. Dovdir. Debil. Alloh. Tupoy. G'ildiqlaring-ne? Eshitib turibman-ku hamma. Hamma o'chirlaring. Qon qildilaring. Nozik, rozimisan? Onasi emasmidi bu xotin? Yo'q, buvisi. Nozik, rozimisan? Ey xudoyim. Men ham hayajonlanib ketyapman. Nozik! Nozijonim, asalim. Hayotim, kechir meni, kechir. Iltimos qayt, hayotim endi seniki bo'ladi. Xohlasang ur meni, tep. Faqat qayt. Endi bu yog'iga hammasi yaxshi bo'ladi. Iltimos Nozik, qayt jonim. Asallarim. Lavay. Fas. Yo'q, qanaqa to'rtta ho'kiz deb oladi? Bitta qiz shuna darajada jinni qilib ketgan bo'lsa. 4 ta emas, bitta ho'kizi. Sanchi o'rtoq? Xullas o'rtoqlar, men hozir o'zimdaman, lekin любой payt meni mazam qochib qolishi mumkin, tushuninglar. A bo'lmasa, o'zingdaligingda tezroq gapir. Biz ketganimizdan keyin nima bo'ldi o'zi? Xullas, Ademmi? Qanaqa qilib? Nochu. Lapashanglar. Mendan berkimoqchi bo'ldilaringmi? Men sallani любой joydan topaman. Qani Sarvar? shu yerdami? O'g'lim. O'tinaman.
O'zingni qo'lga ol o'g'lim. Hal qilamiz hamma muammoni va topamiz u ifloslarini. Men yaxshi yuristlarni chaqiraman. Qammatamiz ularni hammasini. O'g'lim, sen faqat duxingni bermagin. Qamarmish. Siz qamoq azobi nimaligini bilasizmi, bratan? Nima? 748-mahbus Jasik Tiger. Sobiq Zek. Yo. Mahbuslarning sobig'i bo'lmaydi. Ukam. Bilmabman. Kechiring. Hurmatingiz cheksiz. O'tirib chiqqanlar haqiqatdan hayotni ko'rgan. Endi esa chakagingni yumib o'tir Hezim. Hozir o'g'lim bilan gaplashib olishim kerak. Uflama u xotin. Qamoqni ham. Yurimi bor. Ixti qovarding sen, qamoq-pamoli yurib. O'zi 3 kun qamoqda emas. Oddiy milisaxonada o'tirib chiqding. Kutingni qiskin, bashiring yutib qo'yma hozir. Garrochi, mani diqqat bilan eshitlaring endi. Men Toshkentda nimalar bo'layotganini bilmayapman. Lekin tezroq bu masalani hal qilishlaringga maslahat berardim. Da. To'pa-to'g'ri shunaqa qilish kerak. Gap yo'qda yorvorasizda. Nazar. Tushundim. Zarbaga 5 baho. Rahmat. Men ham bir paytlar shug'ullanardim. Nima bo'ldi hozir? Endi esa urotlar. Biz nima o'z uyimizga qaytamiz. Aniqrog'i sanlarga lapashang gulohlar. Mana bu chala tug'ilgan Zek. Kechasi bilan menga rasmlar yuborgan. Xullas. Yangilagan. O Sarvar! Tori plos sandi bo'ldi. Plos. Sarvar. Plos sandi bo'ldi, eshak. Sarvar! O'tir. Ketaman, o'tirman. Bolangni uyg'ot. Bolangni plos. Sarvar. O'rta. Adamning kolleksioning viskilari bor. Qotmaymizmi? Keyinchi. Требует душа абсента загубить интеллигента, оказавшись на краю. Растая в жарких нежностях, танцуя буги на костях, всю ночь и точка. Танцуем буги-буги, буги-буги, танцуем буги на костях. Xullas shunaqa gaplar. To'xtamay qarasan, o'sha holatingda u seni xohlagancha o'ynatib yurganida sen hamma narsani tushunib turding, to'g'rimi? To'pa-to'g'ri. Ne indamading unda? O'rtoq, hamma gap shunda-de. Hamma narsani bilib turasan, lekin hech narsa qila olmaysan. Xuddi qamalib qolganga o'xshaysan. Ha, bilaman u narsani. Bo'ldi qil. Kutingni qisgan, qamoqing tiqilmagan, hammani xit Chayqob rizingdan bexosiyat. Bo'ldi. Oldin meni muammoyimni hal qilaylik.
O'rtoqlar, liboy payt tomim ketib qolishi mumkin. Nimadan boshlaymiz unda? Men bilaman. Rasteniyadan. Nima? Распределениyadan. Rassasaniyadan balki. Rastavani. Ay yo'q, Rasputindan. Rus tilini bilmasalaring bo'qmon bidillab. Nima unda? Расписаниyadan. Ha. Anvar, sen межгалактический долб***san. Tony Starkmi bu odam? Undan battar. Qalay bo'ldi tomosha? Galvarslar. Qandoq telefon qotili u qog'oz-ku. Endi esa tez uyga balki biron narsa topilar. Yaxshilab uyni titkilaring. Yo'masam men sallani ichaklaringni salla qilib qo'yaman hammayni. Men siyib qo'ydim. Mana. Tak. Hammalaring yo'lga chiqib boshlalaring расследованияni. Ana, расследование. Ketdingmi? Qani tezroq chaqqan bыстро. Siz ham biz bilan borasizmi yo? Ha, Galvars. Hozir paneldan tushaman-da. Qo'l ushlashib olamiz. Va tramvayda ketamiz. Qandoq tushadilar? Qog'oz-ku. Debil. Olim. Sen вселенский долб***сан. Luiza qani? Mashinam qani? Allo, qattasiz? Qulog'imga lag'ma osmang, xo'pmi? Ko'rdim bugun qatta yurganingizni. Qanaqa qilib ko'nglingizga sig'di o'zi? Baqirma, xo'p. Ozgina chida, 2-3 kunda pul tushadi. Keyin hammasini tugatamiz. Ishingni yopmaysan, beparosat. Men Rushotkega o'rganganman. Mashinaga savol bermagin, o'rtoq, iltimos sendan. Yana 20 minut o'tirganda o'zini oliy qidiruvga berib yuborardi. Tezroq qaranglar, meni mazam qochyapti. Endi o'ylash kerak. O'yla olim. O'yla. Ha, to'g'ri, o'yla. O'yla olim, o'yla. Tak. Biz hozir bu расследование qilishimiz kerak. Xonalarni tintuv qilishimiz kerak. Iveshdok topishimiz kerak. Demak, yo, qanaqadir ilmo tashab ketilgan bo'lish kerak-ku. Ha. Aytib, Nozik nima bo'ldi aytganchi? Ha, aytganchi, Nozik nima bo'ldi? Javobini olishga ulgurmadim. O'zi ham javob berishga ulgurmadi. Eri kelib qoldi. O'zing ko'rding-ku. Nima bo'ldi keyin? Nima holatgan ekan endi? Qaytmoqchi shekilli. Tavbasiga tazarru qilib. Yo'q, qanaqa qilib odam o'zidan o'zi bir kunda o'zgarib qolishi mumkin. Men ham shu odam o'zgarishiga ishongim kelmayapti. Lapashanglar. Qatdan keldi ovoz? Men Fendan gapiryapman. Eshitilyaptimi, Galvars? Rostdan gapiryapti. Alo, u apparati, assalomu alaykum. Hamza aka, agar rostdan Fendan gaplashayotgan bo'lsangiz, sochingiz quruq bo'lishi kerak, to'kirib o'ldirish mumkin sizni. Bu uyda birorta normalniy odam bormi? Yo hamma debilmi bu yerda? Televizorni yoq, guloh. Bu odamga yarasha savollarim ko'p, lekin savol berishga duxim yetmayapti. Meni ham. Qani tezda aytlaring. Yangiliklar bormi sanlarda? Topildimi biror narsa? Ey, ahmoqlar! Uni qo'lida nimadir bor. Orqangga qaralaring, urrodi! Nega lallayapsanlar? Yordam bermaysanlarmi unga? Nima bo'pti? Nimadir demoqchi. Nima? Kutla! Nima bo'ldi senga, Sarvar? Urvoti!
Yomon bo'lyapti. Qat'iy olyapti. Yetolmayman. O'rtoq, orvatga joyingizni o'zga surib qo'yaymi? Idiot. Yana gumiysan. Ana. Eko issiq sovuq corporation sertifikatlari ham bor ekan. Jodu Devonovich. Voy, shunaqasi ham bo'ladimi, Anvar? Sen psixologsan? Bo'ladimi shunaqasi? Masala bilan o'rtoq bo'lganimdan beri meni hech narsa hayron qoldirmayapti. Ana, adresi. Boramizmi? Yo'q. O'tiramiz shu yerda, xo'p? Rostdan? Yura qo'y, yura qo'y. Assalomu alaykum. Faqat urushib ketmagin o'rtoq. Men gaplasha qoling. Yo'q, men gaplashaman. Men gaplashaman. Men gaplashaman. Qani. Хозяйка нужен. Как? Xo'jayin. 2 minutga. Menga qara, o'g'il bolam, qiz bolam. O'rtasi shekilli. Qo'yin oyda ish yut utilar, yaylar. Nima? Nima? Nima deyapti? Endi qaytaring. Yan. Aki yutlar, yay. To'xtalaring, men gaplashib ko'raman. Lana drana pana pupoku. Allah yo'q. Ut iras. Mana shu gapini lekin tushundimmi? Men ham. O'zi tushunyaptimikin nima deyotganini? Tushunarli. Tushunarli? Assalomu alaykum. Eshitib o'tiramizan? Ga. Ga. Da deganimi? Ga. Ilich. Ha? Da? Usir qog'ozini. Mashtam. O'rtoq, menimcha o'chir ovozingni deyapti. Sarvar, hech bo'lmasa mashitda o'zingga kelsang bo'lardi. Inson qancha ko'p yil yashasa, uni yoshi shuncha katta bo'ladi. Bu gapda g'ij ma'no bor. Xullas, aka bizani o'rtog'imiz. Sani o'rtog'ingni yaxshi taniyman, ukajonim. Sarvar, mani zakazlarimdan bittasi. Bir qiz ma'lum bir sabablarga ko'ra Sarvarni menga zakaz qilgan. Sarvar zo'r ism. Lekin sababini aytolmayman. Bu konfidensialno. Xo'p, bizga qanaqa yordam bera olasiz? Men bolam tom ketib qolgan. Pulni ham shilib yotishibdi. Yordam. Katta yordam bera olaman. Lekin tekinga emas. O'zinglar tushunasizlar, bozor iqtisodiyoti birinchi xotin, ikkinchi xotin ipoteka kiritadi. Lekin menimcha sanchir vaqalarda bir tiyin pul bo'lmasa kerak. Shuning uchun o'zaro yordam bera olmayman. Nech pul xolos? Ha? Og'zingizga siqqanini ayting, xo'p, men beraman o'rtog'im uchun. Kerak bo'lsa o'tirib chiqishga ham roziman. Yo'q, yana o'z tutganman. Siz ham bilasizmi? Butun dunyo biladi. Jesse Tiger. To'ppa to'g'ri. Siz ko'p gapirmang, xo'p? Bidirlamang unaqa. Sekin. Voy, yanami? Xavotir olmanglar. Bu shunchaki sizlarni yemagan popsiylarga bizning odatiy reaksiyamiz. Bo'pti, mayli. Vaqt ketyapti, kech bo'lib ketdi. Maqsadga o'taylik. Yemasam nima? O'rtog'inglarni tashlab ketasizlarmi? Bu narsa bo'yicha biz mastermiz, ishonavering. Ayniqsa, jasur tashib ketish bo'yicha.
Bo'pti bo'lmasa Omad, ketaveringlar. O'rtog'imizni joyiga qaytarib qo'ying. Qilingan usul chakachi ekanligini ham juda yaxshi bilamiz. Akasi. Qayerdan bilasizlar? Nima edi? Aqchigiri ham taniysizlarmi? Aytaver. Bratishgan bo'ladi. Bratishka? Paqitigra? Odam legenda bo'ladi. Armiyada appendis bo'lib qolganda, chap patinkasini ipi bilan o'zinikini, o'ng patinkasini ipi bilan komandirni appendisitini tikib tashagan. Ha, ikkita batalyonga yana bitta misholkada osh damlab bergan, bilamiz. Devziradan. Rostdan tanirgan bo'ladi. Sakan. Bola. Paqitigirsligi kim bo'ladi? Suyangan tog'imiz bo'ladi. Ayniqsa olimga. Jigarim bo'ladi. Buni ustozi mani sevimli qaynatam. Между прочим. Pichoq so'ydinglar lekin mana hozir bolalar. Odam qanchalik ko'p yashagani sari yoshi katta bo'laveradi. To'pa-to'g'ri. Zolotoy tsitatnik paqi. Buyuk inson. Gapingizga qo'shilaman. Gapingizga qo'shilmasdan boshqa ilojim yo'q. Mayli bolalar. Sizlarga yordam bermasam bo'lmas ekan, hatto seni oldida uyalib qolaman. Xullas, bu o'rtog'inglarning dardiga davo Paxitiga uyda, aniqrog'i spalnisida. Uyga borasizlar, yaxshilab vaziyat tushuntirasizlar. Ustoz yordamiydilar, yordam beradilar. Qarab sizlarga ishinglar besh. Ana endi ketaversanglar bo'ladi. Faqat mana bu ichgan kofinglar bor-ku. O'shani ozgina побочный effekti bor. Sal ta'sir qilib qolishi mumkin, lekin qo'rqmanglar. Narimanli. Jadibil bo'lib qolmaysizlar. Ha, bular tug'ma shunaqa, hammasi joyida. Mana qizingizni nima tuzatmaysiz? Bumi? Bu o'zi tug'ma shunaqa, bizning aloqamiz yo'q. Yana bitta gap borlar. Hamma ham bugungi kundan ertangi kundan ko'ra olmas. Ko'ra oladi. Hamma ham ko'ra oladi. Lekin hamma emas. Sharif boqilisi uni qayta ishirib bo'lmaydi. Ishirib bo'ladi. Faqat boshqa sharini. Mana bu kofiz Yomon teparkan lekin boru. Afsuski bu yurak bugun biroz ezildi. Aloqamiz ezildi. Yolg'izligim sezildi. Afsuski bu yurak bugun biroz ezildi. Ustoz. Jannatim sensei. Xullas ija bor. Qanaqa ija? Nimaga qolib kelding bizani? Tomosha qilishga rasmlarni. Xo'p, mana bu kerakli narsa. Paqitigir uydami? Borili bo'lsam nopa ko'tarib mehmonga. Ha, hozir. Tururimiz shundoq. Yo'q, lekin hozir borganimiz bilan bilamiz u nima bo'lishini. O'g'irlikka tushsa-chi? Hali ham o'ziga kelmadi. O'zimdaman. Isbotla. Ko'psan. Ishondim.
O'g'irlikka deysan. Ha, o'g'irlikka. Короче, Paxin uyga kiramiz, dorini olamiz, suramiz. Qali. O'g'rilikka? Qayerdan paydo bo'ldi bu? Yordingiz. Tixa. Plus. Qo'rqib ketdim. O'zingdamisan? Ha, o'zimdaman. Isbotla. Men sana O'zida. Paqini uyiga o'g'irlikka tushmoqchimisizlar? Nima edi? Men ham sizlar bilan. Men qarang, qaysi женский zonadan chiqqaningizni bilmayman-ku, lekin men bitta nastoящий erkaklar gaplashib 3 turganda. kunlik shoushing. O'ch. Ne, hamma ayollar baqiraveradi menga. Sen siqilma o'rtoq. Senga baqirishadi. Meni sevishadi. Alohida gaplashib olaylik. Sen nima qilasan u yerda? Sababi bor. Aytolmaysanmi? Aytolmayman. Unda seni bizga keraging yo'q, ket. Nima bu bola Luizani hali ham bo'g'ib qo'ymadi-a? Krasota. Nima? Yulduz Rajabova bilan Angelina Jolini bir-biriga aralashtirib yuborsa, bashi Luizaga aylanib qoladi. Angelina Jolie kim? Luizaga o'xshagan qiz. Luiza kim? Angelinaga o'xshagan qiz. Men ham shuni aytayapman. To'g'ri. Agar Spark pechkasi ishlamasa, demak radiator ketgan bo'ladi. Men 100% qo'shilaman mana shu narsaga. Men har doim aytaman Niluga. Sen meni tuxum so'qib qo'yib ovqatimga deyman. Solmaydi o'zi. Nima qilish kerak? Shuni kechidan beri sen bilan gaplashyapmiz, esingda bo'lsa. Kolaga shakar qo'shib bo'lmaydi, tushunmaysanmi? Novot bilan, muruch bilan aralashtirsang o'shanda. Men o'zimdaman. Aytolmaysanmi? Sen menga begonasan. Nima? Shuncha payt meni uyimda birga yashab, meni pullarimni ishlatib, Menga qara, qilgan ishimni sababi bor. nima sabab? Aytolmayman, boramizmi birga? Seni boshimizga uramiz, maqsadingni bilmasak. O'shaning uchun aytaman, deyman. Sho'rdaning ta'mini bilmasang, qanday ajratasan? Ajratsa bo'ladi 100%. Men koinotimizda 22 ta sayyora bor. Pluton eng oxirgisi bo'ladi. Plutonni bilamiz, o'shan gapni gapiryaptim men senga. Qara. Basharingga makiyaj surganingda qochish uchun quyoshga qarab turasanmi, ko'chaga chiqib qarab turasanmi? Plus qarab turasanmi? Senlarga nima bo'lyapti? Kofe. Nima? Anu jodu senlarga ham kofe beruvmidi? Ga. Побочный effekt. Bo'lishi mumkin emas. Nega mumkin emas? Chunki hamma qarindoshlaring qora tanli. Rezultat. Nima bo'ldi hozir? Kofe deyapti-ku, o'zingdamisa? Ga. Sarvar? O'zimdaman. Xullas, tushinglar o'g'irligi. Menda plan mana bunaqa. Uy planirovkasini men o'zim qilgan bo'lsam. Keyin qo'riqlash xizmatini ham men bilaman. Chunki men uni o'zim ustida turib qildirganman, u meni proyektim. Tekinga bo'lsa kerak. Uni ahamiyati yo'q. Точно tekinga. Bosamizmi unda? Menga qarang. Mademoiselle, bu sizni bizni boshimizga uramizmi? Agar men borsam va ishimiz bitsa, Sarvarni tinch qo'yaman va hamma pullarni qaytaraman. Roziman. Sen nima o'zida o'z rozi bo'laversan? Endi o'rtoq, har holda shuncha vaqt birga yashadik. Angelina. Angelina. Endi plan tuzish qoldi. Paxin uyiga kirish biz uchun umuman muammo bo'lmaydi o'rtoqlar, chunki men parolni bilaman. Aniqmi? To'shni bilasanmi? Ukajonim, duxini berib urmagin. Aniq deyapman. Dilli urmagin, pul tez gapir. Xo'p, mabda spalnisi, uni mabda koridor, to'g'ri koridordan yurib, qaljenlikka boradi, sut olib ichadi. Shu обратно shu yo'l bilan spalnisiga keladi. Har kuni shunaqa. Sen qatdan bilasan? Men uyni qurganimda u menikida turgan. Bu bola безлимитный log bor-ku. Tak, короче. Men jodudan sotib olgan bitta dorilarim bor. Uxlatadigan.
Kechqurun uyga kirib, dorini sutga aralashtiramiz. Va u dorini ichib, o'sha yerni o'zida uxlab qoladi. Kamida 3 sutka uxlaydi. Jasurga o'xshab qiyinchilik ko'rar ekanda. Ko'ting yirtamas. Ko'ting yirtamasan. Yotoqxona bo'sh bo'lganda kirib, dorini olib chiqib ketamiz. Boshladikmi? Boshladik. Boshladik. Bosamiz. Menga qaralaring. Biz shunda o'g'likka tushyapmiz ham. Bu bola har doim shunaqa to'rmizmi? Yo. Butun dunyo слишком tez. Tushunarli. Xullas chiqoli, tayyormisanlar? Kimdir mashinaning ichida atasiga qarab o'tirish kerak. Men emas, lekin tushunarlimi? Men to'shda qolmayman lekin mashinada. Men tim bo'la qolmayman. Xavotir olmalaring, yo'lni qildim, atasiga qarab turgan odam bor gaplashib qo'ydim. Kim? Qarang. Iltimos. Iltimos, faqat u bola emas, iltimos. Taniysizmi uni? Ha. Oldin menga sovchi qo'ygan. Ammo unga rad javobini berganman. Keyin u boshqasiga uylangan. Mana shunaqa siqil urgandan o'ziga chakka chiqib olgan. Hali ham meni ayblab yuradi. Hozir o'rtoqlar hammasini his qilamiz. Hozir eshik ochiladi, kameralar o'chadi. Assalomu alaykum. Aqli Tiger number 1. Пароль неверный. Хос. Aqli сексуальный. Пароль неверный. У вас осталась одна попытка. Если пароль снова будет неправильный, включится сигнализация и автоматический вызов полиции. Qachon o'zgartirdi bu? O'rtoq, menga qara. Bu eshik ursa gapirib ko'rgin. Sanchi. Hozir. Xo'p. Nima deyapsanlar? Kallalaring joyidami? Men nima qilay? O'rchamiz. Uni bilmasa aqllilik qilyapsan. Hozir Bitta narsani normalni qilganmisizlar, o'zinglar hammanglar O'rcha gapirdik-ku, o'zi kallalaring ishlatib Stop. Hozir. Jasur bok. Верный пароль. Добро пожаловать. Ketdik. Men nima yomonlik qildim bu odamga? Iblos ishing yo'qmi? Menga qaralaring. Anu kofein ta'siri hali ham bor. Ehtiyot bo'ling. Sarvar qani? Kim? Sarvar. Bilmayman. Qayerdan bilaman? O'chi chiq. Sarvar qani? Shu dedi-yu.
Mayda. Turchinni. Bolam uxlasin. Mani bolam uxlasin. Asal bolam uxlasin. Bola. Menga nimadir bo'lyapti. Nima? Kulgim qisda ketyapti. Kofidan babochka. Turchining misalli bo'ldi qillaring, og'zini qidirib tezroq topishimiz kerak narsani. Yo'qsa bo'ylab turib bo'ladi hammasi. Gapirishini qara. Nima gapirasiz? Nima to'xtalmoqda? Bu kulmalar qizing qo'lma hozir hammani bilasiz. O'shinglar bo'lgan taqib qo'ymoqchi bu qizlarning hamma hammaga taqib qo'ymoqchi. Kulmaydi masallaga bo'lmasa qo'ya. Bilasiz. Uxlab qolish kerak edi-ku. Dorini adashtiribmidi? Yo'q. Assalomu alaykum. Luiza. Men meni qidirayotganmiding? Git. O, bo'llaring ana u. Yana tashlab ketishdi. Qo'rqma bo'talog'im yoningdaman. Bo'linka, Valyusinka. Oyim sog'indim. Qo'rqma. Oyi. Bo'ldi. Oyim ketmoqchiman. Oyijon. Qo'rqma. Oyijon. Kim Frodo? Kim? Qani? Baho, dorini ber, bilasan holatni. O'chsan sotqin. Hammasi sani deb bo'ldi, tushundingmi? Hammasi reja bo'yicha ketayotgandi. Men senga dorini, sen menga soqqani berishing kerak edi. Qani soqqa? Yo'q soqqa, yo'q. Ana endi mendan ko'rasan. Dorini shunda ko'rasan, tushundingmi? Mani bog'i tigir deyishadi, tushundingmi? Nima? Men seni bolam deb erkalab, mana shu qo'llarim bilan katta qilib avaylab asrab boqsam, hammasi soqqa uchunmidi? Ha? Nima uchun? Nishiniga nima uchun bo'lmasa? Nima uchun?
hayot bunchalar. Undan ko'ra kalta yeganimiz yaxshi edi. Tumbuchka. Sanga gapiryapman. Men gapirdimmi? Tumbuchka dedimmi? To'g'risini aytsam, men ham bir ikki marta chimchiloqni bo'lgan edim. Xafa bo'lmaysan. Nozik meniki bo'ladi. Tushundingmi? O'zingcha tegajonlik qilma meni xotinimga. Voy, lekin bekor gapirdi shu gap boki. Nozik. Saniki? Davay vatam, davay, ishonaman senga. Bo'l. Qon to'xtadimi? Qon yo'q, dalbang. Bu yerda seni himoya qiladigan xotinlaring yo'q. Asani men o'rtoq deb yuribman. Birga ichuvdik, esingdami? Rosa do'pposlagandilaring. Endi mendan ko'rasanlar. Qani ana uchot. Voy, endi o'zingcha o'rtoqlaringni yig'ib olib, uni yo'likdan foydalanib chortlab tashlaysan-da. Uchi, kerak bo'lsa basharasiga ham aytaman, tushundingmi? Chop! Yanta qaytarchi! Bo'ldi qilay. O'tirib chiqalab ham oilada. Yo'q. O'shaning uchun hozir boshdan yetib qo'yinglar. Tinchgina uyga borib, xotinchalaringni qo'ynida yotlaring. Tushuntira oldimmi hammangga? Kunlaring yo'q. Iltimos kulmanglar. Kulmanglar bolalar. Ruslan aka, o'zimiz fondan qo'yib yuboring. Mana bularni jag'ini ayirib qo'yaman hozir. Kim cho'r? Sen cho'rsan. Alo, Hanilu, hozir ichib keling. Hozir men kelaman. Gera telefon. O'zingcha chiroylisan-da. Sen chiroylisan. Yo'q, sen chiroylisan. Sen bu nima qilsan? Çay, kofe. Sen chiroylisan. Yana bir marta aytyapman, sen chiroylisan. Rahmat. Senga ham rahmat. Ani. O'xshadi.
Iflos man, olimman. Man olimman, olim o'rtog'ingman. Kechirasan o'rtoq. Ko'k ta'sir qiladi. Kofein ildiziga Bo'ldi qil. Bilasan-ku, to'g'ri bolamga kerak. O'ldirib bo'lsa ham olib qo'yaman. Bir qadam tashlasang, otib sindiraman. Nima bo'lsa bo'ldimi bo'ldi? Men bitta narsani tushunmayapman. Biz nima urishyapmiz o'zi? Yordam kerak edi bizga. Haqiqatan yordam kerak. Uni qaralaring. Bilasan-a, undan faqat bir nusxa qolgan. Ne unaqa iflossan-a? Sarvarning hisobiga pul tushib bo'ldi. Sen menga parolni aytasan. Keyin men senga dorini beraman. Aytdim-a men senga, men bilan o'ynash bo'lmaydi deb. Tushundingmi? Boqa bilan o'ynash bo'lmaydi, tushundingmi? Borka, qayerdayding ya? Qo'yvor. Qayerdayding Borka? Mana, senga parol. Dorini bu yoqqa ber. Borka. Борька, молодец, молодец. Молодец, молодец. Молодчина. Молодец, молодчина. У осьминога 3 сердца, и он не видит свет солнца. Ему милее трезубца отблески. А у меня одно сердце, что поймано в твои сети. Ты слышишь, как оно бьется от тоски. И океан застыл в студень, когда прошла ты по глади, и наступала ночь в полдень медленно. Я падал в глубину впадин, искал луну в твоем взгляде, но знает лишь один, где здесь дно. Я хотел бы 3 сердца, забыться до бессмертия и слушать, как ревет ветер сквозь пески. Alo. Nima? Jasur. O Jasur. Jasur. O iflos. Farzandli bo'ldi. Но у меня одно сердце, что поймано в твои сети. Ты видишь, как оно Спасибо. Gaplash. на куски. И океан застыл в студии, когда прошла ты по глади,
Rozlano wpają względy, no знает лишь один, где здесь дно. Original. Ana o'rtoqlar, hayotdan va odamlardan hamma narsa kutsa bo'ladi. Siz bizni mol-mulkimizni olib qo'yishingiz mumkin. 3 sutkagacha qamashingiz mumkin. Yorimizni tortib olishingiz mumkin. Hatto bizni ham ajratib yuborishingiz mumkin. Lekin bir narsani hech qachon olib qo'ya olmaysizlar. Biz debillarmiz. Hammasi joyidami? Joyida. 1-2 haftada olib ketsam bo'larkan. Olib ketsak. Olib ketsak. Salom do'stlar. Sizlarni bu yerga chaqirishimiz sababi bizni yaqin insonimiz ishga qaytishi. Qadrli konstruktorim Jasur va u ota bo'lishi bilan bog'liq emas. Gap bunda emas. Men sizlarga bir narsani namuna qilmoqchiman. Shunaqa. Jasur menga yaqinda bir videoni yubordi. O'zim ham oxirgacha hali ko'rmadim. Shunga birga tomosha qilishni taklif etmoqchiman. Xo'sh do'stlar, keling birga ko'ramiz bu dil izhorini. Agar bu videoni kimdir ko'rayotgan bo'lsa, endi men yo'qman o'rtoqlar. Ilu, jonginam, bilaman senga ko'p narsa qilib bera olmadim. Lekin bilgin, doim seni sevganman. Doim yaxshi ko'rganman. Dada, oyi, sizlar xohlagandagi o'g'il bo'la olmadim. Mendan rozi bo'linglar. Faxriddin aka, Qani, jim turinglar hammanglar. men doim havas qilganman sizga. Menimcha ishdan haydab to'g'ri qildingiz meni. Yuzingizni ko'p yerga qaratdim. Siz haqiqiy legendasiz. Chichiqo. Sizdan ko'p narsa o'rgandim, to'g'risi. Ancha o'sdim. Lekin endi men boradigan joyim aniq. Chunki siz boshqa paqiy tigr emassiz. Siz paqiy cho'choqsiz. Tovar. Men sendagi mol, sassiq, manjalaqa odam hali uchratmadim. Ayniqsa ishxonangdagi xodimlaring, SMMchikingga qo'shib, mana chakachilaringni ko'tingga chuqurroq qilib tiqib olgan. Xo'p, tovar. Iflos. Xullas, shunaqa gaplar. Bolam. Bo'ldi. Hammasi tugadi. Pullarni qaytarishdi. Hammasi joyida. Lekin bu qizdan ko'nglim hali xavotirda. Xavotirlamayadi. Hammasi joyida. Men unga ishonaman. O'zingga qara o'g'lim, hayot seniki. Senga bergan tarbiyam shubhali bo'lish kerak emas. Baxtli bo'l. San bo'lsa, suchka. O'zingcha o'yinlaringni boshlay ko'rma. Men seni yuragingni sug'urib olaman. Tvar, bu meni yagona o'g'lim. Yaxshi ko'r uni har doim. Kechir. Men hali
oxirigacha tinchlanmadim. Mayli o'g'lim. Davay. Luiza, kechiring meni. Nervi. Bo'ldi. Hammasi yaxshi. Hammasi ortda. Endi dam olsa ham bo'ladi. Miami, Fiji, Maldiv. Sen kimsan? Я железный человек. Долбай. Давайте еще раз. Засмотрелся? Я гениальный актер, понимаешь? Давай. Man 100% qo'shilaman mana shu narsaga. Doim deluga aytaman. Tamom qildingmi? Man 100% qo'shilaman. O'sha. Kod. Zo'rg'a aytdim tekstim plus. Voy, men o'zimdaman 100%. Yana nima 100% deyman? Men yarim aytaman. Так, короче. Я тоже. Başlayalım. Начали. Hammasi yes bo'ladi. Вот так. Серьезное дело. qarab turgan. Давай. Пацанки, мол. Человек. Текст уже не помню. Какая вы И? красивая. Внутри Дода есть. Olmadı, chiroq yapaydım. Готовились! Сейчас. Это не поможет, сейчас, секунду. Нагос, как Черт, шно! Ikkinchidan. Harigari, Nagari, Citroën. Citroën. So. Какамаши. Что вы? O'sha yerdan bo'ldi o'rtoqlar. Ket. Bilaman, qisqa. Я знаю, да, паузу подержать.